şaxça halqalarga vaqt zaya qilmay, asosingizning puxtulang. Bir kuni chiniqish uyda mashq qilyotdim. Yenimda turgan mashqavul zaldagi biraylarning mashq ahvolini kuzatish jarayonida muhim bir nuqtani bayqab menga ko'rsatdi. Men uzun o'tmayla bu bayqashning turmushimning boshqa sohalarga tatbiqlanganligini bayqadim. Ayni vaqtda yuz bergan ish mundaq edi. Biz chiniqish zalining ichiga qarab biraylarning bo'lsa to'pining ustida turib olib, gantilni ikki yonga ko'tarib mashq qilayotganligini ko'rdik. Mashqavul uni birdam kuzatgandan keyin mushuning o'rniga o'zingizni texim yuqori saviyaga chiqaradigan turni mashq qilsangiz, qanchalik munavvarlashib ketadiganligingizni tasavvur qilib beqing, dedi. Uning demoqchi bo'lgani, bu kishi texim muhim bo'lgan asosiy harakatlarga sal qarash bilan bir vaqtda badandagi bir qancha kichik muskulni yaxshilaydigan chiniqishga kirishib qolgan edi. Asosiy harakatlarga intayin mahir bo'lgan olimpik tanharakatchisi aynakka qarab, meni orqada qoldirgan sababning nimaligini bilamsizlar? Men gantilni yanchi ko'tarish mashqini yetarli qilmagan edim deyolmaydi. Boshqacha qilib aytganda, masala shuki, bak ko'p kishilar asosni puxtalashdan ilgari shoxcha halqalarga vaqt isrof qiladi. Mencha chiniqish zalining sirtidimi ahvol shundoq. Asosni puxtalash jasorati. Har kishining asosiy vujudi va ehtiyoji o'xshash. Biz kam deganda 80% vaqtni asosimizni puxtalashga ajratishga jur'at qilishimiz kerak. Albatta, qoida ancha-muncha shoxchalqlar bilan naplashib qo'yishgan bo'ladi. Lekin zehnimiz cho'qim asosni puxtalashga markazlashish kerak. Danjon. Zehnni asosni puxtalashga markazlashtirish va asosiy mahoratlarni puxta egallash tez. Men bu nuqtani tushunaman. Menmu zerikishlik mashqdan zerikmaslikka tirishib, asosiy mahoratlarni nurg'un qitim mashq qildim. Masalan, korxonchi bo'lish sifatim bilan kunlarim ha degandala shoxchalqalarga sarf bo'lib ketadi. Tor betimning loyihasiga ozroq o'zgartirish kirgizishim kerakmi qandoq? Bu 50 parcha el-xatga javob qaytarishim kerakmi? 2% qo'shimchani tejab qila olayman deb pul to'lash sistemasini almashtirishim kerakmi? Bu ishlarning hammasining o'zlik tushliq o'rni bor. Ammo bular mening qilishga tegishli ishlar tizimligimning beshidan o'rin olmasligi kerak. Shuning o'rniga mening vaqtimni asosiy ishlarga, masalan, har haftada 2 parcha yaxshi maqola yozishga sarf qilganim afzal. Ushaq-tushak ishlardan saqlaning. Do'stim Korbert Barning so'z bo'yicha aytganda, kishilar ushaq-tushak ishlarga bak ko'p vaqt sarf qilishadi. Bu yerdagi ushaq-tushak ishlar agar mundaq bo'lgan bo'lsa, qandoq bo'lar edi? Koshki mundaq bo'lgan bo'lsa degandek, imkonsiz farazlar va boshqa ushaq tafsilotlarni ko'rsatadigan bo'lib, bu ishlar faqat 2% li o'zgarishga turtki bo'la oladi-yu, ammo sizni 80% o'zgarishga turtki bo'la oladigan haqiqiy muhim ishlarni qilgan vaqt va zehndan mahrum qiladi. Agar siz yangicha ozuqlanish odat yetildirishni o'ylashayotgan bo'lsangiz, ammo payshanba kuni kechda do'stlaringiz bilan sirtqa chiqqanda u odatga rioya qila olmasangizni ansirsangiz, undaqda siz ushaq-tushak ishlardan ansirayotgan bo'lasiz. Muvaffaqiyatingizni yoki mag'lubiyatingizni belgilaydigani payshanba kuni kechdagi bir vaqt tomoq emas. Aksicha, bu haftadagi qolgan 20 vaqt tomoqni plan bo'yicha yeyish emasligingizdir. Agar siz bir tijoratni boshlagan bo'lsangiz, ammo tunji xaridorni tepishingizni kechiktirib yetadigan tonishtirish kartasi, mol yetkazish usuli qatorliq minglagan ikkilamchi ishlar bilan mashg'ul bo'lsangiz, undaqda siz ushaq-tushak ishlar bilan haplashgan bo'lasiz. Amaliyotda siz bu qo'shimcha omillarni tadrijiy mukammallashtirib olsangiz bo'ladi. Halbuki, tunji mahsulotni sotishdan iborat bu qarorni kechiktirsangiz, bir tiyinmi topolmaysiz. Butkul ishlaringizni bir qatimda tartibga solishning yoki shu ishni qilishning eng to'g'ri yo'lini tepishning qo'yda yurayotganingiz amaliyotda mushkul qarorlarni chiqarishdan qaytishga bahona tepayotganligingizdir. Izdinish so'ralmalikning bir turga aylanib qolmaslik sharti bilan qimmatlidir. Nurg'un ahvollarda siz eng yaxshi usulni izdinish orqali emas, qilish orqali topa olasiz. Har qanday tirishchanlikdagi eng katta mahorat shu ishni qilishdir. Shu vajidan ko'pincha kishilar texim ko'p vaqt, texim ko'p pul yoki yaxshi strategiyaga emas, balki amaliy ish qilib asosiy mahoratni egallashga muhtojdir. Ul asosdan qo'rqmang. Ko'pincha kishilar ulug' ishlardan o'zini qochirdi. Chunki ularning bu jihatda voyiq etishga jur'ati yo'q. Zaruriyatsiz ishlarning hammani bir chetga qo'yib qo'ysangiz, ushaq-tushak ish qolmaydi-da, faqat ulug' ishlarla sizning ularga mahir yoki emasligingizdan qat'iy nazar eshib qoladi. Kishilarga yangi strategiya haqida kalla qotiryapman yoki
texmi cho'nqurlab izlanyapman deyish oson yo'q. Men bor kuchimni, asosimni puxtalashga sarf qilyapman. Ammo men hech qancha ilgirlayolmadim deyish tas. Sizning oddiylashqudak, ulug' ishlarni eng yaxshi qiladigan odamga aylangudek jur'atingiz bormi? Undaqda eng ko'p bo'lganda 10% li o'zgarish hosil qila oladigan ushaq-tushak halqalarga vaqt zoya qilishni to'xtating. Agar siz o'ngda etib shtankini ittirib ko'tarish harakatini ishlay olmasangiz, gantelni yonchi ko'targaningizning nima foydasi? Agar pul to'laydigan tunji xaridoringizni topa olmasangiz, nafs shirkat logosining nima foydasi? Agar sijil kitob o'qish odatini yetiltirmasangiz, esil muqobillik kitoblarni yig'ib olganning nima foydasi? Shuni unutmangki, ul asos bo'lmasa, shoxchalqlar hech nimaga yaramaydi.